Hammaga salom do'stlar. Agar sizlar haqiqiy Xitoyni o'z tananglarda his qilib ko'rmoqchi bo'lsanglar, shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bizlar haqiqiy Xitoy street foodidamiz. Ha, do'stlar, yog'i ichida qovurishar ekan, ko'ryapsizlar, yog'i ichida rasvo narsa paydo bo'lar ekan. Banan anu ezilib ketgan bir dabdala ustiga biz shunaqa qip-qizib turgan, issiqda pishadigan o'stiritsamiz. Badal zo'r lekin. Ko'mirda do'stlar tandir. Ajoyib sizlarga hozir sal ichkarog'ini ko'rsataman. Qaranglar. Shuni tandirda yopishib turibdi. Nonga o'xshagan sedana surkalgan narsamiz. Mana shu ko'miri ichidan texnologiyani ko'ringlar do'stlar, chiroqlar yoqib qo'yishibdi. Endi klient chaqirish uchun. Bu yerlarda ajoyib narsalar tayyorlanadi. Qani ketdik. Do'stlar, street food bu Xitoy bir madaniyatining bir qismi, ajralmas qismi hisoblanadi. Ya'ni bizning hududlarda bunaqangi ko'chalarda, aravalarda ovqat qilishmaydi, lekin Xitoy hududida, mana shunaqangi hamma shaharida shunaqangi street foodlar bo'ladi, do'stlar. Odamlar o'zini inisiativasi bilan shunaqangi ovqatlar tayyorlashadi. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda yo'q narsalarni o'zi yo'q, bemalol yotib ovqatlar tayyorlashadi. Do'stlar, ogohlantirib o'taman. Bu joylardagi ishchilar noqonuniy. Xitoyda o'zi qonun darajasida bu mumkin emas, lekin bu soha 10 million, 20 million odamni ish bilan ta'minlagani uchun Xitoy hukumati bu narsaga ko'z yumadi. Ya'ni qanaqangi tadbirlar yoki katta odamlar kelib qoladigan bo'lsa, bu joylarda sekin yig'ishtirib turinglar deydi, keyin ular ketgandan keyin yana ishlarini davom ettirishadi. Birinchi opamizning narsasini ko'ramiz, qaranglar. Do'stlar, har xil bizga tushunarsiz, bizga umuman begona bo'lgan narsalardan mana baqlajon, men o'zim bilaman, mana tofu juda sassiq narsa bo'ladi, kimgadir yoqadi, balkim kimgadir yoqmaydi. Bu narsani yeb ko'rganlar biladi. Qo'ziqorinlar ajoyib. Yog'larni qo'yib qo'yishgan, do'stlar, issiqqina turibdi. Shunaqangi bir xamirga o'xshagan narsaga maksimal darajada narsalarni surib, shu yerda qo'rib yorishadi. Ko'ryapsizlar? Mana juda arzon taksikalardan hisoblanadi, do'stlar. O'zi street food Xitoyda umuman selim olganda arzon hisoblanadi. Shu joylarga kelib 15-20 ming so'mga qorningizni to'ydirib ketsangiz bo'lardi. Mashhur ovqatlardan biri menimcha banan, do'stlar. Bananga bunaqangi strushkalarni qilib turib, yog'da qovurishadi. Bundan nima paydo bo'larmikin? Bananni qovurilgan. Yeb ko'ramiz albatta. Layga. Ukva? Sia. Yog'i ichida qovurishar ekan, ko'ryapsizlar, yog'i ichida bunaqangi cho'pchani tiqib qo'yib, har xil istaganlar uchun souslar bilan mana shu opamiz tayyorlab beryaptilar. Ajoyib. Bitta shunaqangi bananimiz 5 yuan turar ekan, bu taxminan 7000 so'm atrofida, do'stlar. 哦，哎，你要喜欢吃果酱就蘸果酱，要吃番茄沙拉。 qarang. Qancha yig'ib berursiz? Fancheba. Qancha? Do'stlar, shunaqangi souslar bor, har xil qulpunay, ketchup, mayonez, xohlaganingizni qilib beradi. Ustiga surib, yog' juda ham eski, menimcha juda ham hidi kelib turibdi, do'stlar. Bu eski yog'i. Odamni ko'yini aytadigan darajada. Lekin opamizga o'zbek tilini bilmagani uchun bemalol bu haqida aytsak bo'ladi. Do'stlar, banan qovurilgan kokosli strushkaga Lida birinchi tatib ko'radi, qani? Yeb ko'rchi. Sen yeb ko'rgan, hech narsa qilmasdan keyin men yeyman. Issiq ekan. Issiqmi? Bu banan bilan ketchup aralashtirsa qanaqa mazza paydo bo'larmikin? G'alati. Nimani his qilyapsan? Yog'. Yog'i hidimi? Hidi kelib turibdimi yo mazasi ham bormi? Banan ichi yog'li anaqa nima? Crispy narsa bo'ladi-yu. Tovuqda anaqasi terisiga o'xshagan. Qovurganingizda. Yeb ko'ring siz. Do'stlar, Lida yegan narsasini uncha abdur qila olmaydi. O'shaning uchun men sizlarga hozir to'liqonli nima haqidaligini gap nima haqida ketayotganini men sizlarga hozir yaxshilab tushuntirib beraman. Abzor qo'ying. Rasvo narsa paydo bo'lar ekan. Banan anu ezilib ketgan bir dabdala ustiga yog' anu KFC'ni terisi bo'ladi-ku, anaqa tovuq go'shtini ustidagi KFC'ni bananni ustiga qilgan, ustiga yana ketchup bilan mayonez qildi. Voy, rasvo narsa.
hozir bitta tashlamaydi, o'zini ko'zini oldida. To'g'ri, ko'zini oldida tashlay, nima, sen qo'lingga ushlab olgin. Bir gap bo'lar, ha? Ha, itga borib tashlaymiz. Naryoqda tashlab yuboramiz do'stlar. Rasvo narsa. Sassiq ko'chalarimizda yurishni davom etamiz do'stlar. Yaxshi ham o'zbek tilini hech kim bilmaydi. Juda ham har xil hidlar, yog'lar, bir narsalar aralashgan hammasi ko'chada turibdi, juda ham bir nafas olish qiyin. Lekin, ni hao. 可以来一个吗？这25一份这一份是有多少个，6个。 ？6个。对，我可以2个吗？我不要很多。 2个没法卖。可以吧？行吧，行 行。Do'stlar, 6 tani bitta qilib sotaman deyapti, 25 yuanga. Men aytayapman, ikkita beringlar, bizga yetarli deyapman. Har xil istadigan bunaqangi apparatimiz turibdi, ko'rib turibsizlar do'stlar, Ustritsa. Bu Mr. Bean kinolarida ko'p ko'rganmiz. Ustiga maydalangan sarimsoq va ozgina yog' va qalampir. Do'stlar, ajoyib bir kombo bo'ladi degan umiddaman. 辣椒要不要？不要，不要辣椒。不要辣椒。Achchiq kerakmi yo'qmi deb so'rayapti, biz aytamiz, kerak emas. 2个是多少钱? Do'stlar, bunaqangi ajoyib bir street food, bunaqangi atmosferalari faqat Xitoy o'zida his qilib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Buning uchun esa sizlarga eng arzon aviachiptalar juda ham qulay keladi do'stlar. Eng arzon va eng qulay aviachiptalar esa aviasales.uz da. Shunchaki aviasales.uz saytiga kiramiz. O'zimizga kerakli bo'lgan yo'nalishni tanlaymiz. Misol uchun Toshkent, Pekin yo'nalishi. Kerakli kunni tanlaganimizdan keyin barcha mavjud bo'lgan variantlarni ko'rib chiqamiz. Chiptalarni istasak AQSh dollarida yoki o'zbek so'mida to'lash imkoniyatlarimiz bor. Hammasi onlayn, juda ham qulay. Uyimizdan chiqmagan holda ishlarimizni bitirishimiz mumkin. Barchaga sayohat qilishni tilab qolamiz. Safaringiz davomida pullaringizni tejamoqchi bo'lsangiz, aviasales.uz ga murojaat qiling. 这5块钱吧。 5块钱, ha? 7000 so'm, 5 yuanga 5 dedi. 5块吗？15吗？5 dedi. Aralashmasada dedik. Shu deyishdim-da. Yo'q, 5. Bu do'stlar bizni hududlarda Ustritsa deyarli yeyilmaydi, umuman yo'q desak ham bo'ladi. Lekin Xitoyda dengiz yaqin bo'lgani uchun shunaqangi dengiz mahsulotlari ko'p bo'ladi. Bu budkachamizni tashqaridan ko'rsatadigan bo'lsak, ancha eskirgan. Bu apparatimizni yangilashlar kerak, adashmasam. Ko'rib turibsizlar do'stlar, qizib turibdi. Elektrichеский bo'ladi. Tashlangan chesnok qalampirlari bilan. Savdo yomon emas. 小葱，来一点，放辣椒。一点，什么多一点。Do'stlar, o'zlarini maxsus qalampirchalari va ko'katlari. O'ylaymanki kutganimizdek shirin bo'ladi. Mana do'stlar, ikkita uslitsamizni o'zimizga savoy qilib solib berishdi. Ana endi buni ozgina sovishini kutib tatib ko'ramiz. Upakovkalari yaxshi, ko'rinishi yomon emas, ha? Falga simon bunaqangi upakovka qilib berishgan. Ikkita uslitsamizni Lida birinchisini yeb ko'radi. Keyin men ham o'zimni bahoyimni aytaman do'stlar, yeb ko'rib. Do'stlar, ko'rinishidan ishtahani ochadigan bo'lib turibdi. Sarimsoq biyoz anchagina ko'p. Bu Ustritsa. Qani, yeb ko'rchi? Buni aslida qo'lga olib limon ustiga siqib yeyish kerak, lekin Xitoyda sal boshqacharoq yeyiladi nazarimda. Aha. Ustidagi anaqa nima, qo'zg'orinlari ham bor, ozgina. Qalay? Madasi. Ha do'stlar, bu Ustritsamizning chiqishi anchagina qiyin bo'lib qolgan. Issiq ekan. Ha, ham issiq. Birdaniga qilib yevoradigan joy bo'lib turibdi. Qo'ling bilan nima qilyapti bu ishni? Qani? Dengiz mahsulotlari yoqadimi o'zi? Sho'rim yoqadi. Yoqmaydimi? Yoqmadimi? Yoqmadi. O'xshab turchi. Ana endi do'stlar, Kamina Kantarin bu Ustritsamizni tatib ko'ramiz. Qani qalay bo'lar ekan? Kuaydzimiz bor bizda. Ya'ni tayoqchamiz. Yaxshilab chesnokka aralashtiramiz, qaranglar. Bunday отдельный qilib olamizda, alohida qilib. Bu dengiz mahsulotchamizni bitta limonchi yetishmayapti-da, bo'lmasa. Dengiz mahsulotlarini men yaxshi ko'raman do'stlar. Bu Ustritsani oldin ham yeganman.
O'shaning uchun mazalarini taxmin qilishim mumkin, lekin mazasi zo'r lekin. Anaqa go'sht xuddi bir yaxshi bir sousga aralashtirilgan va mana bu qo'ziqorin hamda chesnok ta'mlarini aralashtirganda ajoyib bir mazza paydo bo'lyapti. Buni so'zlar bilan ta'riflash juda qiyin-da, chunki yemagan odamga tushunish juda qiyin bo'ladi. Yeganingizda bilasiz do'stlar. Bu joylarga kelib buni yeb ko'rish kerak. Mazasi ajoyib, puli arziydi. Bekarga 6 ta bitta porsiya qilib sotilmas ekan. Yana endi keyingi lokatsiyamizga yo'l olamiz do'stlar. Yana bitta ovqat qilinadigan joylarni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ya'ni bu yerda shunaqa kalmarlarimiz bor, 8 oyoqlar bor, har xil o'zini o'simliklari bilan birga. Va mana bunaqa joylarda o'z maxsus pishirib berishadi, qizdirib, grillga o'xshab bundan qilib berishadi. O'zini har xil ziravorlari bor va shunaqa pashshalardan haydaydigan maxsus narsasi bor. Mana do'stlar, qo'ziqorinlar, o'to'lanlar, kapustalar va hokazo narsalar. Bu mexanizmimiz, ko'rib turibsizlar, oyog'ida bunaqangi g'ildiraklari bor. Ajoyib bir konstruksiya. Do'stlar, Yaponiyada, Koreyada bunaqangi videolarni juda ham ko'p ko'rganman. Aynan shunaqangi kichkina narsalarni qo'yib olib, aparatimizni ko'ryapsizlar, dumaloq narsa tayyorlanadi. Shunaqangi sousimizni ichiga qaranglar, kapusta bor, bunaqangi xamir, ajoyib va bunaqangi 8 oyog'i maydalangan. Ya'ni bu yoqda quritib qo'yishibdi. Shunaqangi pishirish jarayonini qaranglar. Ozgina yog', dumaloq qilib tegib pishganidan keyin o'zimizda bilinchki tayyorlanadi-ku uyimizda. Bularni bilinchki qaysidir ma'noda shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Aylantirib tayyorlab qo'yishadi. Ajoyib. Mana rasmlarini qo'yib qo'yishdi 8 oyoqchani. Chiroyli. Qizarib pishgandan keyin do'stlar tatib ko'rish mumkin bo'ladi. Biz bundan yeb ko'rganmiz, maslahat bermaymiz, juda mazasi bir yomon-da, sassiq bo'ladi. Yemanglar. Ketdik, davom etamiz. Davom etamiz. Do'stlar, mana bu Xitoylar atxut qilmaydigan jumladan bo'ladi. Oyoqlar, qanotlar, o'rdak, g'oz, mana bitta tili bor, tili. G'ozli tili mana shu. Jigarlari, yuragi, bo'yni, kallasi do'stlar. Bu joyda trash bo'ladi. Bitta ko'rganingizda wow deydigan joy, lekin ozgina yashaganingizdan keyin, ozgina muloqotga kirishganingizdan keyin nima uchun shunaqaligini sekin-sekin tushunishni boshlaysiz va bu narsalar sizga oddiy ko'rinishni boshlaydi. Ko'chalarimizni ko'rib turibsizlar, bardak, hamma yegan narsasini otgan, o'qigan, hamma yoq bardak. Musor bo'lyapti, lekin ertasiga kelsanglar top-toza bo'ladi, yaltillab turadi bu joylarimiz. Nimaga deganda, ertalab soat 4 dan 5 dan odamlar kelib, hamma joyi supurib, sidirib, yig'ishtirib qo'yishadi do'stlar. Shunaqa. Ko'rdinglarmi? Bir tomonda ovqat, bir tomonda zargarlik do'koni. Sal oldinroqqa yursak, naryoqda mushuk kuchuklar ham sotiladi. Hozir ko'rsatamiz uni ham. Qani ketdik. Marhamat do'stlar. Bir tomonda ovqatimiz, bir tomonda zargarlik, bir tomonda kuchuklarimiz va mushuklarimiz. Ajoyib kuchuklar, mushuklar do'stlar. Bechoralar qafasga tiqib qo'yishibdi-da faqat. Mana do'stlar, kinolarda, multfilmlarda degi kuchuklar bo'ladi-ku, har xil. Nima edi? Baltov bor edi-ku, multfilm yoshligimizda bo'lardi. Qishda har xil bolachalarga dori olib kelish maqsadida uzoq jo'natiladi. Bechora asalgina mushukchalar. Bular ovqat qilib yeyishmaydigan umiddamiz, ha? Albatta hazil do'stlar, mushuk kuchi yeyishmaydi bular. Gap kelganda aytdik-da. Lekin bechoralar qafasga tiqib qo'yishibdi. Nima deymiz? Yana yo'limizda davom etamiz. Yana bitta ovqat qiladigan joyimiz, shunaqa har xil ramyonlar turibdi, xitoycha, o'zi har xil rolton deyiladi bizda. Rolton deymiz, shunaqa narsalar, o'zingiz xohlagan narsalarga qo'shib tayyorlab berishlari mumkin. Ha, mana chuchvaralarni ham rasmini qo'yib qo'yibdi do'stlar. Bizda dashirak rolton turlari kam bo'lsa,
Bu yoqda million xil turlari bor. Bemalol tayyorlab berishadi. Ha. Bitta filialmi deyman. Turli xil do'stlar. Nimalar bor ekan buni ichida? Tovuqli, ozgina qanaqadir 8 oyoqlar do'stlar, go'shtlar, mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shtlari ham bor. Ajoyib. To'g'rimi? Qani ketdik. Ana endi do'stlar biz o'zimizni mopetimizga o'tirib olib, sekin boshqa lokatsiyaga qarab yo'l oldik. Do'stlar, o'ylaymanki, keyingi lokatsiyada yana ham ko'proq ovqatlar bo'ladi. Bularni hammasini sizlarga ko'rsataman. I can't shake this feeling, 'cause I think I'm falling for the villain, and it's not looking like a good decision. And I try so hard to understand this, and you Lida xonim, sizga bir savolimiz bor. Nima uchun ko'p yerlar yopiq hozirgi vaqtda? Chunki bizlar kech keldik, soat 11 dan o'tdi. Soat 11 da do'stlar, hech zamonda soat 11 dan keyin bunaqangi joylar ochiq bo'lishi mumkinmi? Xitoyda bo'lishi mumkin. Bular bir 12 birlargacha ham ishlaydi. O ertalabgacha ishlaydiganlar ham bor do'stlar. Ko'rib turibsizlar. Mana shu shirinlik aralashgan tuxumlar va lag'monlarning aralashmasi do'stlar. Boyagi sosiskalarimiz va bunaqangi dumaloq sharikchalarimiz. Ajoyib. Hamma yig'ishtirishni boshlagan hozirgi kunda. To'g'rirog'i hozirgi vaqtda. Akamiz ham shashlik sotar ekanlar, 8 oyoqlari qalin-qalin. Ya'ni go'shtli 8 oyoqlardan ekan. Ko'rinishi bo'yicha. Bularimiz har xil. Ha. Sassiq tofulardan do'stlar. Bunaqangi sassiq ovqatlar bor. Bizga hidi juda ham bir achinarli va ayanchli tuyuladi. O'ldirib yuboradi-da, sassiq bo'ladi-da, unaqa sassiq hidchi, bir kanalizatsiyani, shunga o'xshagan narsani hidi emas-da, u burunni ichiga kirib miyaga uradigan hidlardan hisoblanadi do'stlar. Lekin xitoyliklar uchun bu ovqatlar juda ham mazali. Yog'larni ko'p turibsizlar, sosisikalar uchun maxsus bir apparatlarda qovurib tayyorlashadi. Niho. Lekin albatta ichimliklarimiz ham bor, to'g'rimi Lida? Nima ichimliklarimiz bor ekan? Xohlagan mevalaringizni olib, mana shu ko'zingizni oldingizda qilib beradi. Ya'ni sok qilib berishadi, sharbatni живой qilib berishadi do'stlar, ichiga muzlarni solib, mevalarimizni o'zingiz bemalol tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Niho, biz bu yoqdan suv olganmiz oldin. Madasi yaxshi. Balki hozir qaytib kelib olarmiz. Xitoy ovqatlarining ko'pchiligi bizga to'g'ri kelmaydi. Qaysi ma'noda? Hidi boshqacha, mazasi boshqacha, yoshligidan yeb katta bo'lmagan odam bo'lsa, buni yeya olmaydi. Lekin shunaqangi ovqatlari bor, ular bizga juda tushadi-da. Mazasi dahshat ovqatlar bor. Taxminan 30% tushadi bizga, 30% tushmaydi bizga. Xitoy ovqatlari shunaqa. 30% tushmaydi dedingizmi? 30% tushadi, 70% bizga tushmaydi. Shunaqa desak, menimcha to'g'riroq bo'lar edi. Boyagi banandan ko'pchilik yergan qarang, mana bu yerda ham o'sha banandan bor. Bananlar qovurilgan banan juda bir modaga kirganmi deyman, lekin juda hidi sassiq, yoqimsiz bo'ladi. Do'stlar, mana bu street foodimiz, bular bir kompleks ichida joylashgan. Nazarimda bular patta to'lashadi, bizda bozorda patta to'laydi-ku odamlar. Narigi ko'chada shunchaki o'zi aravani olib kelib ishlaydiganlar, umuman nalog ham to'lamaydi, ular umuman hech kimga pul ham bermaydi, tegida ballonlari bor, mototsiklga o'xshab to'g'rilab olishgan, shuncha tekshirib bo'lib qolgan paytda juda gazini bosib boshqa lokatsiyaga surib yuborishadi. Bular keta olmaydi. Do'stlar, haqiqiy ko'mirlarni qo'yib olib ham kaboblar tayyorlashadi. Mana bu xolamiz ajoyib bir narsani qilib qo'yishibdi. Lavash qilar ekanmi? Mana do'stlar, xitoycha lavash. Ko'rib turibsizlar-a? Asosan Navbatda qizchani rasmi bor, qo'lida lavashlar bilan. mana Xolani yoshligi. samuray lavashi deb nomlansa kerak. Rasmlari chiroyli. Xolamiz yoshligida mana shunaqa bo'lganman deb o'ylaydilar. Ajoyib barglarga do'stlar bunaqangi xamirlar, qovurilgan tovuqlar, go'shtlar, har xil turdagisi kartoshka, har xil ko'katlar bor. Do'stlar, Xitoyda ko'katlar juda ham ko'p. Bu O'zbekistonda
Biz ko'rmaganmiz bunaqa ko'katlarni. Har xil. Ko'pchiligi meva ham shunaqa. Juda ko'p mevalar bor, biz yemaganmiz. Tropik hududlarda o'sadigan mevalar. Boshida ko'rib nima ekan deb. Qurbaqami? Do'stlar, siz kutgan kontent. Mana do'stlar, haqiqiy qurbaqani rasmini osib qo'yishibdi mana. Sho'rva kerak bo'lsa kimga? Qurbaqadan qilingan. Bemalol kirib, shu yerlarda yeb chiqib ketishingiz mumkin. Lekin bu qurbaqa unaqa o'zimizning qurbaqa emas, bunaqangi. Maxsus qurbaqalar katta bo'ladi. Mana shunda qo'lday keladi. 1,5 kilo, 1 kilo chiqadigan qurbaqalar do'stlar. Shunaqa. Okeymi, jeje. Bu tomonimizda xamirlarimiz bor. Opamiz xamirlar tayyorlab qo'yganlar. Shu joyi o'zidan olib, bu xamirimiz oddiy emas. Ichida shunaqangi sedanalarni yoyib, ichiga taxlab, chiroyli qilib mana shu o'zida yoyadilarda va keyin aylantirib ko'rsatamiz. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Bu nima? Dum. Tandir do'stlar, tandir. O'zimizning tandirimiz bor-ku. Xuddi shunaqa tandir, yana boshqa joylarda ko'rganimda gaz ballonli bo'lardi. Bu yerda esa mana qaranglar. Non yopgandek. Mana. Ko'radilar, tandir non yopganda shunda yopib berdilar. Gazlisini ko'rganman bunaqangi tandirlarni, kichkina mini bo'ladi. Opamiz haqiqiy ko'mirda tayyorlar ekanlar. Ko'mirda do'stlar tandir. Ajoyib, sizlarga hozir sal ichkarog'ini ko'rsataman. Qaranglar. Shuni tandirda yopishib turibdi. Nonga o'xshagan sedana surkalgan narsamiz. Mana shu ko'miri ichidan texnologiyani ko'ringlar do'stlar, chiroqlar yoqib qo'yishibdi. Endi klient chaqirish uchun mana bu tomonlarda ham shunaqangi odamlar kelib bemalol ko'zlar bilan ko'rish uchun mopedimizni ko'rib turibsizlar. Bizda muraviy ham deyiladi. Xohlagan payti shunda o'tiriladi-da, shu mopedga bemalol ketiladi. Savol berishinglar mumkin, Muzaff. Bunaqangi narsalarni kimdir tekshiradi, mana sanipistansiya degan narsalar bor, har xil nimalardan kelib tozalikka e'tibor beriladimi, yo'qmi va hokazo narsalar. Do'stlar, Xitoyda bunaqangi narsalar sotadiganlar o'zining klientlari bo'ladi. Qaysidir ma'noda tanish bilish bo'ladi. Har doim bilib yurganlar kelib narsasini oladi. Ya'ni yegandan keyin ichida qanaqadir infeksiyalar tushib, bir narsa bo'ladi degan xayoldan qochishinglar mumkin. Nimaga deganda, endi bo'ladi, har xil videolar ko'rgan bo'lsanglar kerak, kanalda tiladan narsalar olayotganlari, yog'lar, bir narsalar, shunaqangi videolar ko'p. U videolar trash videolar bo'lgani uchun juda keng tarqalib ketgan, go'yoki shunaqangi ko'cha ovqatlari hammasi shunaqa. Yo'q, aslida unaqa emas do'stlar. Tozalikka yaxshi e'tibor berishadi. Ko'ryapsizlar, qo'llarida pershetkalari ham bor. Stollarning usti top-toza, yesa bo'ladi. Men xohlardim O'zbekistonda ham shunaqangi kech paytlar bunda ko'chaga chiqqaningizda, bilmadim, kichkina somsami yoki bir bulchkalarmi shunaqangi apparatlarga qo'yib kelib sotishsa, men xursand bo'lgan bo'lardim O'zbekistonda. Lekin mana Xitoyda ko'rib turibmiz bu narsani. O'ylaymanki, kelajakda bizda ham bo'ladi. Xohlayman. Ko'rib turibsizlar do'stlar, nonga o'xshagan narsa. Qancha 3 daqiqa bo'ldimi yo'qmi? Tez pishadi, yupqa qilinganda chunki. Bo'yavlajo. Xohlasanglar achchig'i bor, surib beradi. Qayga yo'q. Mesha. Hozirlar buni sekin yeb ko'ramiz. Madasiga bir baho beramiz. Sen, mesha. Qayga yo'q. Ko'rinishini ko'rsanglar do'stlar, xuddi o'zimizning nonga o'xshaydi, yupqa faqat. Ichidagi sedanalarni ko'rib turibsizlar. Hidi yo'q. Kecha. Menga rahmat dema, senga rahmat deyaptilar. Paketlada ajoyib bir. Ichida bunaqangi piyozni maydalab qovurib turib ham qo'shilgan joyi bor ekan. Piyozni va sedananing ta'mi. Xo'p, davom etamiz. Do'stlar, mana hozir sizlar bilan shunaqangi bir har xil mayiz, qoqlar bilan aralashtirilgan kakao sutiga qilinadigan nazarimda yoki jele bor, o'zining jelesi. O'shanga tayyorlanadigan narsalarimizdan
ko'ramiz. Menyuyimizni ko'rib turibsizlar do'stlar. 10 yuan, 12 yuan atrofida. Bu 18-20 ming degani bo'ladi. 椰奶椰奶的有吗？椰奶芋泥冰啊，，对，好有，是哪个的？啊，就这个椰奶是那个冰沙的，然后上面加这个芋泥，好的。好， Kokostiga aytdingmi? Do'stlar, biz kokostiga aytdik. Buni ichiga har xil qo'shimchalarimiz bo'ladi. Albatta, ko'rishinglar mumkin. Bular tarvuz, qovun, ajdar meva, bubble tealar. Do'stlar, muzlatgich ichidan kokos sutimizni olyapti. 这种椰奶，然后加这个芋泥， Yuni degan narsani qo'shyapti. 微信收款10元。 Menyuyimizni ko'ryapsizlar. O'zimiz tanlaymizmi yo savol beraversinmi? Ha, o'zi savol beryapti. Mayli endi. Tarvuz soldi, ajdar meva mana. Do'stlar, sekin. Nega bu yoq? 这个汤圆不要啊？ Bu yoq, bu yoq nega? 那加要这个。啊要这个啊，这个也要，这个也要。红豆、葡萄干、山楂，那个不要。这个不要，山楂不要哈。 Do'stlar, qo'shimchalarimiz mayizimiz bor, yer yong'og'i maydalanganiga o'xshagan narsamiz bor. 这样 Hol, ha, kay. Do'stlar. Sho'rvachamiz tayyor bo'ldi, har xil g'alati narsalardan bo'lgan. 来勺子， Shesha. Buni albatta Lidami o'zi yeb ko'radi. Qani, yeb ko'rchi. Qanaqa bo'ladi? Muzda-ya? G'aladinlikdan oldida. Nima deb o'ylaysan? Mazasi yaxshi bo'larmikin? Biz ilgari yeganlarimiz yaxshi shu edi-yu. U sho'rvaga o'xshagan narsa edi-da. Buchi. Ha. Muzqaymoqqa o'xshash narsa. Muzqaymoqqa o'xshash yaxshi. Sveja qanaqadir mazza, ayniqsa hozir nima qiladi? Tetiklashtiradigan narsa ekan. Zo'r ekan. Do'stlar, kamina kamtarin bir degustatsiya qilib ko'ramiz. Ko'p vaqtlarda Lidaga narsa yoqsa, menga yoqmay qoladi yoki menga yoqqan narsa Lidaga yoqmaydi. Lidaga bu yoqdi. Mana endi kamina kamtarin bir yeb ko'rsincha. Aldame. Yo'q. Siz anaqa kokonatdan yeb ko'ring, men unaqadan yemadim. Mana tagidan olaman kokonatni. Vohoncha. Mevasidan yeb ko'ring. Bilasizlarmi? Arzon bir krem bo'ladi-yu, tortli bo'ladi-ku, shunaqa arzon. O'sha kremdan olingan arzon shokolad bo'ladi-ku, margarinni ta'mi kelib turadigan. O'shandan aralashtirilgan va ustiga mana bunaqa o'sha tortlar ustiga qo'yiladigan falshiviy nima bo'ladi-ku, qanddan qilingan narsa. O'shani tashlab qo'yilganda taxminan shunaqa mazza kelyapti menga. Yomonsiz. Rostdan mana bu tarvuzlari, endi mayizlari mana. Bu endi boshqa gap. Buni yesa bo'ladi. Ma ol endi ye. Istamaysiz. Ye endi. Senga yoqdi deding-ku. Men bunaqa tarifdan kiymayman. Asobiy deyman. Do'stlar, mayli. Rostdan shunaqa emasmi? Siz anaqa yolg'onni aytaverasiz. Yo'q, yolg'on emas, rost aytdim. Do'stlar, bu street foodlarga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Biz bilan qolganlar uchun sizlarga rahmat. Obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan Kamina kamtarin Muzaffar hamda turmush o'rtog'im Lida, sizlar bilan Yahyoyevlar oilasi. Ko'rishguncha salomat bo'linglar deb qolamiz. Xayr.